Assalomu alaykum. Dilbozor.uz YouTube obunachilari, anchadan beri YouTube'ga video qilmay qo'yibmiz. Bugun hop 26-mart. Yangiliklar keldi. 4 kun 5 kun oldin ham bitta foto keldi. Uni video qila olmadik. Undagi assortimentlarni ko'rsata olmadik. Lekin Instagramga qo'yib boryapmiz, Telegramga qo'yib boryapmiz, Telegramga, Instagramga. Hop. Instagramda Dilbozor.uz deb yozsanglar chiqadi. Telegramda mana bu yerda o'sha kanal bizniki bo'ladi, originali. YouTube'da ham shu Dilbozor.uz. Shu Dilbozor.uz bizning kanal bo'ladi. Biz optimga, donaga, asosan optimga, donaga ham shug'ullanamiz. Mana bahorda kelgan tayskilar yangi bak yozyapti, o'ta go'zal holatda. Bu bugun tushgan sifat filmlar yashil bakligi. Sakaznoy yashilidan qilib beringlar iltimos deganlarga. Bu yerda Antorium, shu Diamond sorti. Gulning ichida guli bo'ladigani. Bu katta razmeri, kichik razmeri ham bo'ladi. Hop, mana bular tanlab qo'yishgan. Spiska qilib bitta-bitta chiqarib ertaga chiqarib beradiganimiz. Hop, archalar 4 dan 5 ta qo'ygan. Kameliya, mana kichkina kameliyalar. Nashlar qo'ygan. Hop. Mana shunaqa holatda tanlanadi. Bitta mana kaktus sukulentlar. Mana shu anturumlar 20 ming so'mdan kichkina razmeri. Birinchi o'rinda sizlarga niyavishli narsalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Bu sindapsus qanaqadir sort niyavishni narigi tomonda. Bitta ko'rsataman. Mana alakaziya bunaqa kattasi, Friedrikmi degani. Holati mana. Kust 2 tali, 3 tali. Orxideyalar o'tgan safargi ananas o'ta go'zal keldi. Barglari kesilmagan. Mevasi bilan. Sifat film mashinasi qimmat chiqdi. Optimda o'ziga ham qimmat chiqdi. Hisob-kitobga bog'liq bo'ladi bu. Ataylardan arzon qilib chiqarilmaydi. Hisob-kitobga hisob chiqsa arzon beriladi, hisob chiqmasa qimmat beriladi. Qimmat chiqarib qo'ydik, bitta, ikkita jila-shila xolaganlar oldi. Peresti variantnisi kelgan. Buni holatlari. Yana shu narsani chanqab qopti bu. Bu bitta narsa, kimono. Bu ham qanaqadir narsa. Mana shu nomlarini biladiganlar yozib ketinglar kommentariyaga. Mana logo edi adashmasam. Ko'rinishi mana orqalari. Hop, bu yerda guzmaniyalar shu yozlik anaqada kelgan, bahorda boshida kelgan. Bular qishda kelgan. Hastatkalardan chiroyli qilib boqamiz. Mana shu narsalar kichkina razmeri, sekin-sekin kattayib boryapti. Alakaziyalar yerda turadi bizda, sababi suv fontan yoqilganda mana. Har bitta nimada fontan bor. Fontan yoqilganda suvni bu deyarli yomon ko'radi. Keyin issiq joyda turish kerak bu. Hop. Mana Bublimax o'tgan safar kelgan bu. Telegram kanalda hammasida narxi bor. Narxlar qo'yib qo'yganmiz. Dratsena kompaktdan bu ham zo'r kelgan. O'tgan safargi bu. Hop. Bular egalari bor. Ertaga spiska qilinadigan. Bular. Kunkuvat mana shu. Fashan akamiz video qiladigan. Hop. 200 mingmi, 230 minglik razmer adashmasam. Bu yerda sifat filmlar. Go'zal ochilgan. Bambuk. Alakaziya. Mana shuni detkasi kelgan, ko'rsatamiz uni. Mana kamera.
Optimiga buni bilishadi, necha pulligini. Gardeniyani katta-kattasidan berib olishuvdi ekan, iloji yo'q. Yotibdi. Shunaqa bu gul olib kelishdi ishi. Bir kattasini beradi, zo'r ketadi, bir kichkinasini beradi. Dimlanib sekin ketadi. Mana, o'ta go'zal. Dahshat holatda. Bunchalar. Teplisamiz, hop. 9:30 dan 4:30 gacha ishlaydi. Kamolot ko'chada, Bobur sanatoriyasining ko'chasida. Iristi bazasidan burilganda, chapga 300 metr yurganda, qora uzun darvoza bizi baza. Hop. Kameliyalar. Pomidoriya. Mana razmer zo'r ketyapti. Sifat filmlar, bular jahon bozorida zo'r ketadigan mahsulotlar. Hammasi. Zamiyani kichiklari. Go'zal. Azaliyalar, gardeniyalar. Kalanxo'yalar mana. Ayrim narsalar o'tgan safar oshib qolgan narsalar, oshib qolganda mana salafanni yechib turib, tepaga qo'yib, issiqroq joyda boqiladi, ushaladi, akkuratni saqlanadi. Bularni hop 3 kun 4 kundan keyin salafanni sekin tushirilib, o'zini dorisi bor, maxsus. O'sha dorisini berilib boqiladi. Dorisini oxirida ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda azaliyalar, xilma-xil. Bambuklar 1 metrligi, 80 santimetrligi. Bu yerda lola, haveya. Lolalar. Hammasining narxi Telegram kanalida bo'ladi. Kaktuslar. Kalata yarnata. Bitta o gartenziya ham zo'r kelgan. Ular yerda yaxshi videolar bor, ko'rsatamiz. Qanaqa dori qo'yiladi deganlar, o'zimiz ham mashinadan foydalanib turamiz ba'zi vaqtlarda. Bu orxideyaniki, bu antoriumniki. Narigi tomonda endi anaqalarniki ham bor. Zamiyaniki, boshqa gullarniki. Bu yerda mana. Qorin ochdimi? Kameliyalar, lolalar. O'ta go'zal holatda. Bu ikki tushli furolni kelgan philodendron ko'chatlari edi. Burlimax ham buni ko'chatini ekib qo'yganmiz. Teplisada turibdi. Detga boqadigan teplisada o'zimizga yetishtirish uchun qilingan. Hop. Uzoqdagilar zakaz bermoqchi bo'lsa, gullar yoqqan bo'lsa, zakaz bersa bo'laveradi. Telegram kanalini tushuntirib qo'y, ko'pchilik tushunmaydi ekan. Qanaqa qilib zakaz beriladi, nima bo'ladi. Hop. Mana 25-mart kuni qo'yilgan. Video qilib hamma narsa rasmi narxi bilan. Bizda narx har xil o'ynab turadi. 5 ming, 10 ming, 15 ming. Chunki tovar keladi, ketadi. Shuning uchun bunaqa niyamishli skidkalar bo'lib bo'ladi. Vaza hamma yo'g'i bor. Zakaz olyapmiz deb yozib qo'yganimizdan keyin mana oxirida mana zakaz olyapmiz deb yozilgan. Shunda zakaz ola olamiz. Adminlar mana shu ikkala admin karta tashagandan keyin pul tashab zakazinglarni bersanglar bo'ladi. Mana shu adminimiz bo'ladi. Bu yana bitta admin bo'ladi. Ikkita admin bor. O'zimizning lichkalarimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana shu kanaldan zakaz bersanglar bo'laveradi bemalol. Bu sun'iy, ko'pchilik tabiiy deb o'ylayapti ekan, sun'iy. Mana shunaqa holatda. Bu yerda bonsaylar. Bu
go'zal holatda. Orxideya. Guzmani mana shu yo'lda rosa yomon ko'rardik. Mayli deb kinetlar uchun olib kelib qo'ydik. Nima yomon ko'rishinglarni sizlar ham aytib ketdinglar mana shu yo'lda. Adeniumlar adaptatsiyaga o'zimiz uchun zakaz qilingan otellardan. Yozga olib borib, buni bitta dimlab turib, gullatib, chiroyli qilib Instagramga video qilib qo'yamiz. Ko'pchilik kelib turib, "Mo'minlar astatka ekan, anaqa ekan, manaqa ekan" deb buni jerib ketadiganlar bor. Ha, astatka. Pulini chiqara olmayapmiz, qiynalyapmiz deb nochor gapiraveramiz. Mo'yiron qilib ketishibdi buni ham. Ertaga kisliga ekib qo'yamiz. Kisliga ekavringlar buni. Kamelalar hammasini kisli to'fga eksanglar bo'laveradi. Go'zal holatda. Sizlarga gartenziyani ko'rsataman dedim ekan. Gartenziya A+. Lakaziya. Vazalar ham kelgan. Vazani dahshatini ko'rsataman. Hameleon. Bu tillaligi bo'ladi mana. Tillani rangi o'ynaydi. Shunaqa. Hameleoni bor edi. Hameleonni apetitib olishibdi. Mana. Hameleon bo'ladi. Mana rangini ko'rayotgan bo'lsanglar, 3 xil, 4 xil. Bunga anaqa 80 sm solasizlar. Katta razmer. Mana kichkina razmerlarga 50 sm bambuk solasizlar. Bu bambukka anaqa pandachalari ham bor. Pandani ham 3 xil, 4 xili bor mana. Ko'pchilik tushunmayapti. Mana bunday qilib ushatib qo'ysa bo'ladi. Mo tushunmaydi ekan ko'pchilik. Nima o'ncha sotyapsizlarmi deyapti. Mana. Ya o'zim ko'rsatyapman. Bunday qilib turib. Bunday ushatib qo'ysa bo'ladi mana. Ushatib turadi. Sizlarga o'xshaydi. Kilion necha pul beribdi? 110 mi? 150 mi? Tilim qursinlar mana shu arzon aytib qo'yaman. Qovun tushiraman-da mana shunaqa. Oddiy kilion emas aka bu. Qanaqa ekan? Meni kechir degan demadingiz-ku. Bu o'tganlik ekani? Bu 3 xil. Bu kimniki o'zi bu? Ha, bo'ldi, endi video cho'zilib. Muomalatini oching, solib qo'yaylik. Siznikimi? Bu. Ha, ya bo'ldi. YouTube'ga-da bu aka. Mana oching, solib qo'yaylik. YouTube'ga olsa ham naq keladi. Bo'ldi, spiska hisob kitobingizni qilaman. Torflar. Torf o'tgan safargidan kattaroq keldi. Hozir tushuntirib beraman. Kichkina razmer bilan katta razmer. Qani endi kichiga. Mashtaqada yo'q pay sharmanda qiladi. Kichigini ichiga tiqib yuborishibdi. Kichiga anchalik keladi. 25 mingdan hozir mononisi keldi 35 mingdan. Ikkitasi bittada kattaroq chiqib qoldi. Shaqasini jo'natib yuboribdi. Kokosivi katta bo'lib ishlaydigani. Ko'p bo'lib ko'piradigani. Bu yerda shu dorilar aytib o'tganimizdek mux aytayim bu anaqada kelgani. O'tgan oy kelgan, adashmasam o'tgan oy kelgan partiyada Asmakot biroz narida ochiqroq borib ko'rsataman. Mana bu yerda jo'jalar bor.
dam olyapti hammasi. Dili interesga. Qora tovuq. Nadan bo'lsa kerak. Yo'q, bu yer o'likxona ekan. O'lganni qo'yishar ekan. Bu yerda ana mo'x, dorilar, pachkali. Sig'imi 92 mingmi? Asmakot qanaqa deganlarga mana. Yarim kilosi 75 ming so'm. Bu yerda 1 kilosi 150 ming so'm. Shu holatda laklar ham bor. 60 ming so'mdan laklar. Optim oladigan odamga optim narxda qilib beramiz. Narxlarni solishtirib ma'qul kelsa olib, bizga klient bo'lib, постоянно ishlaydigan bo'lsa, davraga kirib, chiroyli qilib narxlarda qilib beramiz. Kelib olib ketadiganlar kelib olaveradi. Jahon bozoriga ham chiqamiz. Jahon bozorida Artel do'kon tayida. Hamma biladi, rosa ko'pchilik. Bo'ldi, mana shu yerda videomiz tugaydi ekan. Sog' bo'linglar. Mana shu holat.